Assalomu alaykum Uzmastir obunachilari, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Bugun 23-mart haftaning yakshanba kuni 2025-yil Toshkent viloyati Olmaliq shahrida bir bosh semental va galishtin gibrid bo'g'oz xonajimiz bor edi, yetilib kelayotgan mana. O'sha video obzor qilib bermoqchimiz. Xudo xolasa qiziqqanlar aloqaga chiqaveramiz. Birinchi qoringa jonivor. Ona galishtin, ota semental mana. Faqat va shox kuydirilmagan variantidan juda chiroyli narsa. Gavdalari kelgan, lekin ideal holatda. Yelinlari ham yelinlab kelyapti. Hali arqon ko'rmagan jonivor. Xudo xolasa mol qilaman degan odamlarga, akalarga, ukalarga juda chiroyli narsa variant. Sutni ham yoraman deydigandan bo'ladi. Chunki onasi galishda endi. Mana so'skalari ham 4 tasi 4 joyda. Manzilimiz Toshkent viloyati Olmaliq shahrida. Qiziqqan aloqaga chiqaveramiz. 7 ishtisi tanajoni sog'lom, bironta nuqsoni yo'q. Bo'yini balandligiga keladigan bo'lsak 1.55 dan tepa, kam emas. 1.55 dan baland, bo'ydor lekin jonivor mana. Uni yetilgan, tug'ay deb turgan holatini 65 million so'm, 60 million so'm so'rashyapti. Buni narxiga keladigan bo'lsak, biz unaqa qimmat emas, 45 million so'm ozgina kami bor. Endi yoqmaydigan odamga bu narx ham yoqmaydi. Lekin o'zida bo'lsa bunaqa narxga javob beraman, bera olmaydi. Mol lekin sifat mana ideal. Sutga polvon bo'ladigandan jonivor. Uzunligi ham qaytar oldim. Kelgan jonivor. 45 million so'm ozgina kami bor. Telefon raqamimizni qoldiramiz. Qiziqqanlarga. Go'zal holatda lekin molimiz. Bironta kamchiligi, nuqsoni yo'q. Xudo xolasa bir 20 kunligi bor, 20 kun nari beri tug'ib beradi. Chu jonivor. Yelkalari ham kelgan jonivor. Kel qamang. O'ynang, iskiga qo'y. Zerik qo'ying, bu yoqdan qayta. Qo'y. Haydayor, qamab qo'yamiz. Yunglari to'layapti hozir. Xudo xolasa yunglari to'lab olsa, yana ham yaltiroq chiroyli bo'lib ketadi ko'rinishi jonivor.